Ekim advokat Qo'chqorov obunachilarimiz tomonidan oylik ish haqlari o'z muddatida to'lanmayotganligi yuzasidan ko'plab murojaatlar kelmoqda. Bu borada qanaqa maslahat berasiz? Assalomu alaykum va alaykum assalom. Avvalambor xodimlar uchun qulay ish sharoiti yaratilishi va ish haqlari o'z muddatida to'lanishi konstitutsiyamizda kafolatlangan. Qolaversa, Mehnat kodeksining 333-moddasida xodimga ish haqqini to'lashni va unga to'lanishi lozim bo'lgan boshqa to'lovlarni kechiktirganlik uchun ish beruvchining moddiy javobgarligi belgilangan. Ish beruvchi ish haqqini to'lovlarini, mehnat shartnomasi bekor qilingandagi to'lovlarni yoki xodimga to'lanishi lozim bo'lgan boshqa to'lovlarni to'lov muddatini buzgan taqdirda ularni to'lov muddatidan keyingi kundan e'tiboran haqiqatda hisob-kitob qilingan kungacha har bir kechiktirilgan kun uchun, demak, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining o'sha vaqtda amalda bo'lgan qayta moliyalashtirish stavkasidan kelib chiqqan holda foizlar, ya'ni pulli kompensatsiya bilan birga to'lashi shartligi belgilab qo'yilgan. Mazkur pulli kompensatsiyani to'lash majburiyati ish beruvchining oylik ish haqqini yoki xodimga to'lanishi lozim bo'lgan boshqa to'lovlarni to'lashni kechiktirishida aybi bor yo'qligidan, ya'ni imkoniyati bor yoki yo'qligidan qat'iy nazar, demak, to'lashi shartligi belgilab qo'yilgan. Shu va shunga o'xshash boshqa masalalar yuzasidan sizni qiynayotgan savollar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin.